Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagan dikin. Qadirli qeyrindaşlar, Tarixqa Nazar programımızın 3. sanını anlaşanlarını kızgın karşılamız. Biz bu programımızda Şarq Türkistan'ın milli azatlık rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarq Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizə sunumuz. Biz ötken saatdagi 2. san programımızda asas jihatdan muallifning qisqacha tarixini tunib o'tgan bo'ldik. İnşallah bugungi sanimizda kelgan yerimizdan boshlab yana avtorimizning marhumning go'zal unchi durdonalarini huzuringizga sunishni davom qilamiz. Biz o'tgan saatga kelgan yerimiz avtorning nashr qilingan asarlari, tercüme eserleri, şunaqla nashr qilishni kutib turgan asarlari degan bu mavzularga kelib to'xtabdimiz. Bu yerlarni o'qimayman chunki buningdan foydalanmoqchi bo'lgan, buni ko'rmoqchi bo'lganlarimiz albatta asarga bevosita murojaat qilib, xohlagan asarlarni, xohlagan kitoblarni inshaalloh tepib, o'ziga kerakli bo'lgan asarlardan foydalanishni umid qilib, şunu bunu anlayıcılarımızga, okurmanlarımızga havalı kılıp ötüp ketaman. Şunun için bugün takrizler, yani bağışlamalar babıdan başlap huzurunla sunumuz. Mikrofon aldıda qeyrindaşanlar Abdullah Yalqun. Takrizler, yani bağışlamalar. Miyan Hasan Khan, Kabul Daril Muallimin Müdiri, Asli Yerkellik, 1940 yıl Kabul. Şarq Türkistan'ın pidakar milletçisi, büyük mücahidi, talantlık alim, Muhterem Muhammed Emin Hazretlerinin vücudqa çıkargan bu qimmatlik eseri, hakikaten Şarq Türkistan milleti üçün mislsiz hediye ve bir xuşallık bişarettir. Şunisi aniqki, bundaq atrafliq ve mükemmel bir eserinin yalğuz bir zat tarafidan ratlanib qalamga elinishi bakmu müşkül, mushaqqatlik ish bo'lib, tinim topmay tirishish va kurash qilish bilan mumkin bo'ladi. Acaba shunchalik jafo mushaqqatga bardoshlik berib, harimasdan tirishib, bu qadar kurash qilishdagi maqsad va tuyg'u nima? O'zini ko'rsatishmi yoki shuhrat qozonishmi? Herkes undaq emas. Kunlar, haftalar, oylar va yillar mashg'ul bo'lib, o'tmishda qolgan, hatto izidan asarmi qolmagan bu tarixiy hodisalarni ikkinchi qatim jonlantirib va tunji qatim millatning tarix sahifalarini bu faxrlanishga loyiq voqealiklar bilan zinnatlab jabdug'an tuyg'u va maqsad har qanday bir tamanno va shuhrat qozonish orzusidan tamoman pok bir âli g'oya ve mefkuridan ibarettir. Yürekki yerleşken vatan işqi ve bütün ruhini kaplagan millet kaygısudur. Bu zat çonqur ilmi ve asaslık hissiyatları bilen şunu düşünüp yetken ki, tarihi ma'lum bulmagan milletinin asli nesli ve tigi tektumu ma'lum bulmaydı. Bu xuddi bir kişinin şahsi hayatıda o'tmishdagi hodisalarni aslamaganida hech qanday bir ishni boshqa elib chiqolmaganiga o'xshaydi. Shuning uchun bir millat ijtimoiy hayotda tarixsiz bir milliy voqeani yaxshi tushunib, to'g'ri tahlil qila olmaydi. O'tgan voqealiklar faqatli bo'lib o'tganligi jihatida emas, balki voqealiklarning hozirgi va kelgusi hayotimiz uchun g'oyat zo'r ta'sir bo'lganligi uchun ahamiyatlidir. Bir milletning uyg'onishi va o'zini tunishi shu millat ichidan chiqqan tarixchilarning kishini hayratda qoldirgudek cho'ng xizmat ko'rsatganligi yana tarixdan ma'lumdir. O'tmish tarixi bo'lmagan bir millatning ahvoli bir tarafdan o'tmishning qorong'uligi, yana bir tarafdan kelgusining bilinmasligidan iborat gumonliq va parishon bir manzarada qoladi. Çünkü bir milletning hozirgi va kelgusidagi qiyin masalaları o'tmishdagi hodisalardan tajriba saboq elish bilan hal bo'ladi.
bir millatning o'tmishdagi an'anaviy davri, qurg'on hashamatlik davlatlari, g'ayratlik kurashlari va ota-bobolarining shonliq tarixi u millatning ruhiy jihatda va milliy madaniyatning yuksalishida eng zo'r ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'lib hisoblanadi. Bu muhtaram zot mazkur asrini yezib chiqib va nashr qilib, bu ulug' g'oyalarni ko'zda tutib, jafo mushaqqatga chidab, milliy vazifasining eng ulug'ini amalga oshirdi. Shuning uchun bu qimmatlik asarning nashr qilinishi munosabati bilan butun vatandoshlarimni tabriklayman. Bu asarni o'qigan chog'larida o'tmishdagi bir hikoyani o'qib chiqqandek emas, har bir faslini, har bir bobini o'qigandan keyin bir oz bo'lsa-mu millat va vatan tushunchasi bilanmi mashg'ul bo'lib qo'yishini so'rayman. İkinci beg'ishlama İsmail Hikmatbekka oid. Türkiye hükümeti Ma'arif Ministerligining mufattishi. Hozir Afg'oniston Ma'arif Ministerligi maslahatchisi. 1940-yil Kabul. Mana bu bir Türk o'g'lining qo'li bilan qurilgan o'lmas Türk abidasi Sharq Turkiston tarixi. Buyuk Türk vatanining bugun ko'pligan turklar tarafidan tamoman dugudek unutilib ketgan bir bulungi bo'lgan Sharq Turkiston. Bugun bu qimmatlik asar soyasida xuddi bulutlar orasidan suzilib chiqqan quyoshda ko'z oldimizda parlamoqda. Ulug' vatanimizning bu aziz parchasi haqida Hindistonda Türk imperatorligini qurib chiqqan ulug' podshoh Bobur shohning tuqqini bo'lgan Mirza Haydar Dug'lat bir bebaho asar yezib qoldirgan bo'lsa-mu, bu asarni ko'rish har kimga nasib bo'lmagan. Hayotda tarixni yaratquchilar va tarixni yozuvchilar bo'ladi. Bular ayrim-ayrim biror xususiyatga ega. Faqat Sharq Turkiston tarixining muallifi Amir Muhammad Imin hazratlari ham tarix yaratquchi, ham tarixni yozuvchi. U mas'ud, baxtlik, qahramon bir Türk o'g'lidir. Tug'ilib o'sgan vatanining amallari bilan jonlangan, alamlari bilan yig'ilgan, texi ona quchuqida ekan, onasining allay naqshalarida, yoshligida qo'shoq va naqshalarida, qahramonlik hikoyalarida, fidokorlik afsonalarini anglagan va anglabli qolmasdan bular ming'isiga, yuragiga naqshlanib, singib ketgan. Vatanning dard alamlarini o'zining dardidek sezgan va hayoti bo'yicha xalqini bu istiroblardan chuqum qutqizishga chin qalbidan qasamyat qilgan. Oldiga kelgan bu fursatni qo'ldan bermay, qahramon ajdodlarining shon va sharaf yodigori bo'lgan, o'tkir qilichini qo'liga olgan, ota-bobolarining jon hamrosi bo'lgan otga otlangan bug'ra, ajdodlaridan qolgan o'chmas sharaf dastonlarining bir yangisini tarix sahifalariga yozdi. Har xil hodisalarga ko'krak kerib, taqobil turishdan aslo chekinmagan bug'ra, o'zidan necha 10 hassa kuchlik dushman bilan harmay talmay elishib, oxirida vatandoshlari seg'ingan g'alaba va mustaqillikni qo'lga keltirdi. Afsuski, Koj talay oldida chorasiz qoldi. Muborak vatanini qini va jini bilan qo'g'dash uchun kech-kunduz tirishgan bu qahramon g'ilipiga selib qo'ygan qilichi bilan qalamini ushlab, vatan uchun yangi bir jangga otlanib, bu kurashning g'alaba obidasini tikladi. Mana bu obida Sharq Turkiston tarixidir. Tuvanda Kiril harflari bilan ko'chirguchi Batur Rashidinning 1991-yili Olmaotada yozib bergan bu beg'ishlamasini huzuringizga sunamiz. Xitoy mustamlakchilarini zilzilaga keltirgan bu tarix Uyg'ur tarixi bo'yicha o'z milliy tarixchimiz yozgan va tunji mukammal bir asar bo'lib hisoblanadi. Shunga bu kitob keyin yozilgan Sharq Turkiston tarixlarining otisi bo'lib qolmoqda.
bizga ma'lum bo'lganidek ta hozirgacha Uyg'ur tarixini yizish Xitoy ham Rossiya imperiyasining monopoliyasida bo'lib kelmoqda. Ularning o'z mustamliklariga tarix yezib berish maqsadi shuningdan iborat bo'lib keldiki, bu chorasiz xalqning o'zlariga shartsiz bo'ysunish psixologiyasini ularda shakllantirishdir. Mustamlikchilar tarafidan tengilgan ashu xil aksiyatchi saxta tarixchilarga kuchlik raddiya bergan mazkur Sharq Turkiston tarixi biz uchun o'z tariximizning haqiqatini bilishda va mustamlikchi tarixchilarga qarshi raddiya berishda kuchlik qurol bo'lib keldi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Muhammad Emin Bug'ra zamonasida 1920-yildan 40-yillar orasida Turkiy xalqlarining tarixi bir tutash Turkiston tarixi sifatida qaralib kelgan edi va balki bu tarix hozirgidek Uyg'ur, O'zbek, Qozoq va Qirg'izga o'xshash xalqlarga bo'linib qaralmagan. Shundaqla 1934-yili Uyg'ur millati rasmiy Sharq Turkiston millati deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin koni uqumushliq Uyg'ur zotlari yanada turkchilik, Türk milletining birlik g'oyasining prinsipida fikr yuritishgan. Shunlashqa millatning bu xil turklik tushunchasi uning mazkur amgakiga boshdan oyoq singanligi aniq. Mohiyatda Uyg'urlar shu jumladan butun turkiy xalqlar tarixini keng ham chunqur tushunishda turklik tushunchasi bilan turkiy xalqlarning tarixini bir tutash qarash usuli tarix ilmida kam bo'lsa bo'lmaydigan zururiyat deyishga bo'ladi. Ana shu ma'noda muallif o'z amgakini Sharq Turkiston tarixini umumiy turkiy xalqlari tarixining bir bo'limi hisoblaydi. Uyg'uriston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq milliy o'lkalarni bir butun Turkiston ichidagi bo'linmalar deb va bu bir turkiy xalqlarini Turkistonning yaratilishidan tortib ilgari hisoblaydi. Shunga tarixchi Sharq Turkiston tarixining masalalarini umumiy turk tarix masalasi darajasiga ko'tarib tahlil qilish usulini qo'llangan. Ko'chirish ishida shuni aytishga bo'ladiki, muallif aslida koni Uyg'urcha, ya'ni Chag'atay adabiy tilining oxirgi davri bilan yangi zamon Uyg'ur tilining shakllanish davrida yashaganligi uchun shu oraliq davr tilini bu kitobda qo'llangan. Uning ustiga koni xat imlosimi bu kitobda hukm surgan. Bu hal bizni tövəndikicha ish qilishga majbur qildi. Birinchi muallifning tili, jumla tuzish shakli, atalg'ular bilan ismlarni qo'llanishi, yizish shakli qandoq bo'lsa, shundoq berish qoidasiga amal qildik. Biroq hozirgi yizish qoidasi shart qilindi. Masalan, haybatlik degan so'z hayvatlik, yozilgan degan so'z yezilgan deb e'linganga o'xshash. Ikkinchi arabcha, farscha va boshqa bir qism atalg'ular tırnaq ichida izohlandi. Uchinchi so'z oxirida keladigan dur va larga o'xshash qo'shimchalar elinmadi. O'ltirmoqda bo'lgan deganga o'xshash ayrim birlashgan so'zlar o'ltirgan deb elindi. Tunda hozirgi zamon Uyg'urcha nashrga tayyorlovchidan doktor Muhammad Yaqub Bug'ra 1988-yili Anqara. Muhammad Emin Bug'ra hayoti davomida qilichi va qalami bilan milliy zulm, tangsizlik va mustamlikchilikka qarshi millatning baxt saodati va erkinligi uchun kurash qildi. Inqilobning qon va miltiq to'risi purab turgan muhitlarda chiniqdi. Jang maydonlarida o'zidan qatma-qat kuchlik bo'lgan dushmanga cho'moq, nayza va qilich bilan ko'krak kirib qarshi turdi. Musofirchilikning ig'ir mushaqqatli kunlarida vatan va millat hasratida ko'ydi. Siyosat maydonlarida o'zining ilmiy qobiliyati va ustun notiqlik talanti bilan oshkora va yoshirun dushmanlari bilan tig'ma-tig' elishdi. Adabiyot sohasida ilmiy maqolalari bilan Sharq Turkiston xalqining tarixini va madaniyatini dunyoga tunishtirdi va qo'g'didi. Mayli Chinda va yoki chet elda bo'lsin, Turkiston da'vosi uchun matbuotlarda elib berilgan munozirlarda qoyil qilarlik maqolalari bilan qarshi tarafni muhayronlikda qoldirdi. Xalqaro sahnada bo'lsa, arabcha va farschani yaxshi bilgan Bug'ra Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan zulm, tajovuz va adolatsizliklarni anglatdi. Sharq Turkistonning ko'milib qolgan dushmanlar tarafidan qasdan burmalangan o'tmishdagi tarixini
ve medeniyetini harmay-talmay o'ttirg'a qo'ydi. Bütün bu kurashlar jarayonida tajribalarini mahirlik bilan yakunlab, inqilobning zamon va makon munosabatini to'g'ri bartaraf qildi. Qurolli qo'zg'olondan boshqa chora qolmaganda xalqini boshlab qo'zg'aldi. Xitoy hukumatiga va parlamentiga kirish va so'zlash fursati kelganda qonun va qoida ustida turib, vatan va millat uchun kurash qildi. Mana yuqorqidek bo'ron chapqunliq hayotda cheniqib, yetishib chiqqan Muhammad Emin Bug'ra dunyoda oz uchraydigan bir shaxsiyat, ya'ni ham inqilobchi, ham davlat arbobi, ham shoir va tarixchi edi. Ömrünün oxirigacha millat uchun ishlashda birdan bo'lsa-mu bo'shashmay bu dunyodan o'tgan Bug'ra millatiga, vataniga mislsiz to'hfa, ya'ni Sharq Turkiston tarixini yozib qoldirdi. U millatning qalbida mangu yashaydi. Sharq Turkiston tarixi Uyg'ur adabiyotida zamonaviy tarixchilikning bir ulgisi. Asardagi metod, uslub, o'ttirg'a qo'yilgan original ma'lumotlar va foydalangan manba asarlardagi har taraflamilik hujjatlarga boy vasiqalar buni isbotlaydi. Asarning boshlang'ich qismi bo'lsa, ona manbani asos qilganlikdan kishini chunqur qoyil qiladi. Sharq Turkiston hozirgi zamon tarixiy qismiga kelsak, bu qismdagi asosiy voqealiklarga muallif o'zi bevosita qatnashgan, ko'rgan, bilgan va tadqiq qilgan hodisalar bo'lib, original materiallardan iborat. Şunu bu asar xalqaroda Sharq Turkiston va O'rta Osiyoga doir yozilgan ilmiy asarlarning foydalanish materiallar tizimligida asosliq yer olmoqda. Mustamlikachilarning cheklashi va tahdidlariga qaramasdan vatanparvar xalqimiz bu asarni qo'ldan qo'lga tarqatdi. Hayotining xatarga uchrashini bilib turib, Sharq Turkiston tarixini qo'l bilan ko'chirib ko'paytib, yushurun tarqatdi. Ba'zi ziyolilarimiz o'limdan qo'rqmay bu asarni shifigrafda besib, yüzlerce nusxa hazırlab, maktablar va tadqiqot o'rinlaridagi millatchi ziyolilar orasiga tarqatib etdi. Bu kitobni o'qigan va yoki saqlagan nurg'un vatanparvarlarimiz qo'lga elinib, turmalarda azob chekdi va ba'zilari shahid bo'ldi. Bu asar marhumning orzusiga eng uyg'un va to'liqlangan holda qizi Fatima Bug'ra tarafidan 1987-yili Anqarada nashr qilinib, butun dunyoga tarqatildi. Bu Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidan intayin zo'r bir ish bo'ldi. Millatimiz mislsiz ruhiy ozuqqa ega bo'lib, xushalliqqa cho'mdi. Mustamlikachilarning orasida bo'lsa, xuddi tarixchimiz Batur Rashidin aytgandek zilzila keltirib chiqardi va ular bu haqiqat oldida paypitak bo'lib ketishdi. Sharq Turkiston tarixining to'liqlangan nashri xalqimiz bilan yuz ko'rishgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi, bo'libmi Sharq Turkistondagi yangidan yetishayotgan yoshlarimizning jiddiy talablariga asosan men bu asarni 1987-yili nashriga asosan hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilining imlo va shivasi bilan hozirlab nashr qilib tarqatdim. Bu ishda menga har jihatda doim yor yo'lakda bo'lgan oilamdan minnatdorman. Hozirlangan nusxani nashr qilish oldida muhtaram Hoji Yaqub Yusufi va Me Kamal boshdan oxirigacha ko'zdan kechirib tuzitib berdi. Ularga alohida rahmat aytaman. Tajribasizlik va kompyuterdagi masalalardan kelib chiqqan xatoliklarni kechirib, tuzitib o'qib ketishlarini umid qilaman. Eskartish. Birinchi, muallif ba'zi atalg'ularni, bo'libmi Chincha ism, ya'ni Xitoycha ism va atalg'ular transkripsiyasini 40-yillarda qo'llanayotgan shakli bilan bergan bo'lib, men bularni hozirgi zamon Uyg'urchada qo'llanayotgan shakli bo'yicha oldim. Masalan, Huangti, Huangdi, Taisung, Tangtaizung, Panchao, Benchao, Changqiang, Jiangqian deganlarga o'xshash. Ikkinchi, hozirgi zamon Uyg'urcha imlo va talaffuz bilan ko'chirib chiqishda adabiyotimizda qo'llanayotgan atalg'u va boshqa xususlarda nashrga hozirlig'ichi nomidan izohat berildi. Bu izohatlarda A. Bayturning Shinjongdagi osonliq millatlar tarixi, Turg'un Almasning Uyg'urlar, H. Nurhojimning Qaraxoniylar tarixi va Hoji Yaqub Yusufi Uyg'urcha tarjimasini ishlagan Smachianning tarixiy xotirlar qatorliq kitoblaridan foydalandim. Uchinchi, muallif ba'zi tarixlarda
Çin'ge hükümranlık qilgan asonliq millat hokimiyatlarini Çin hokimiyati deb olgan edi. Masalan, Çin xonadonligini biz kitobxonlarga aniq bo'lsin uchun ba'zida xonadonlikning o'z ismi bilan oldik. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib Tarixiy nazar programmamizning 3-soni vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh yangi bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shundaqla ijobatli duolaringlarda oldi bilan bu kitobning muallifi marhum Muhammad Emin Bug'roga, shundaqla bugun hozir mush radioda anglab turayotgan daqiqalarga kelgacha bu kitob haqida xizmat qilgan mayli tarjimishlarda bo'lsin, xizmat qilgan barliq ismi tilga ilinmagan barliq ismsiz qahramonlarimizga hammasiga duo qilib qo'yishinglarni, shundaqla kamina fikr uchun ham duo qilishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Yana bir son programmamizda Rabbim ömür bersa ko'rishguncha sizlarni Janobiy Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.